Zelenskiy uchun 2025-yil so'nggisi bo'lishi mumkin. Ukrainada mana shu yil oxirida prezidentlik saylovini o'tkazish masalasi keskin, ziddiyatli va siyosiy bosimlar ostida muhokama qilinmoqda. Urush hali tugamagan, mamlakat harbiy holat ostida, ammo shunga qaramay saylov mavzusi ichki va tashqi maydonda tobora balandroq ovozda ko'tarilmoqda. Tramp Zelenskiyning hokimiyatda qolishi urushni to'xtatishga to'siq bo'lyapti deb o'ylayapti. Chunki haqiqatdan ham uning Putinga bo'lgan nafrati, Putinning esa Zelenskiyga ishonmasligi natijasida mana 4 yildirki kelishuvga erishib bo'lmayapti. Har ikkala tomon ham qaysar bo'lsa nima qilinadi? Tashqi kuchlar u ikkisining kuchsizrog'ini hokimiyatdan shunchaki qulatishadi. Shu davrgacha qancha Kaddafilar va qancha Saddam Husaynlarni qulatishmadi bu g'arbparastlar. Zelenskiy nima bo'libdi deyishingiz mumkin, ammo Zelenskiy ham anoyi emas bu o'rinda. Yevropa ko'z o'ngida bugun Zelenskiy hokimiyati agressiv Rossiyadan ularni pana qilib turgan qalqondek ko'rinmoqda. Agar 2014-yildagi kabi Ukraina rahbarligiga Rossiya parast mulozim kelsa, Qrimga o'xshagan hali ko'p hududlari Rossiyaga o'tib ketadi. Ayni kunlarda Ukraina hukumati eshiklari ortidagi voqealar unchalik barqaror emas. Prezident Vladimir Zelenskiy va Oliy Rada doiralarida saylov masalasi majburiy kun tartibiga tiqilmoqda. Biroq rasmiylar ochiq aytishmoqda, xavfsizliksiz saylov bo'lmaydi. Harbiy holat amalda ekan, konstitutsiya prezidentlik saylovlarini o'tkazishni to'g'ridan-to'g'ri taqiqlaydi. Shunga qaramay, aytish joiz, ayrim xalqaro aktyorlar va ichki muxolifat kuchlari saylov o'tkazing degan talabni siyosiy qurolga aylantirishmoqda. Bu talablar Kiyevda keskin norozilik uyg'otmay qolmayapti. Rasmiy pozitsiya qat'iy: raketalar uchib turgan paytda demokratiya shouga aylanmaydi. Hech bir davlatda urush vaqtida saylov o'tkazib bo'lmaydi. Saylov urush taqdirini dushman tomonga hal qilishi mumkin. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi ham ochiq ogohlantirdi. Millionlab saylovchilar frontda yoki chet elda infratuzilma vayron qilingan, saylov xavfsizligi kafolatlanmagan. Tasavvur qiling, saylov o'tayotgan vaqtda raketa kelib tushsa, bunday sharoitda saylov mas'uliyatsizlikdan boshqa narsa emas deyiladi bayonotda. Shunday bo'lsa-da, xulosa aniq: 2025-yil oxirida saylov masalasi faqat muhokamada, ammo real qarorga aylanishi uchun harbiy holat bekor qilinishi, xavfsizlik ta'minlanishi va qonun o'zgartirilishi shart. Hozircha esa bu mavzu siyosiy bosim, axborot urushi va keskin bahslar maydoni xolos. Ukraina pozitsiyasi o'zgarmagan: avval xavfsizlik, keyin saylov. Lekin Trampga buning farqi yo'q. Tramp urushni to'xtatsa bo'ldi. Qanday yo'l bilan bu ishni amalga oshiradi, umuman hech kimni qiziqtirmaydigandek ko'rinmoqda. Iqtisodiy taraflama baribir Ukrainadagi urush AQSh aralashuvisiz tugamasligi barchaga ayon. Putindan g'azablangan Yevropaning birorta davlati, u xoh Germaniya bo'lsin, xoh Fransiya, urushni yaxlit o'zi to'xtata olmaydi. Ular Ukrainaga yordam berib turishi mumkin xolos. Shturval Putinni yo'lga solayotgan Trampning qo'lida. Bir masala aniq: agar Zelenskiy kelgusi yil boshida ham urushni davom ettiraman desa, Ukrainada saylov masalasi yana kun tartibiga chiqib boradi. Diplomatiyada bir gap bor: siz yo stol atrofida bo'lasiz yoki stol menyusida bo'lasiz. Agar muzokara stoliga o'tirmasa, Zelenskiyni almashtirish fikri o'z kuchida qolaveradi.